Assalomu alaykum hamma yurtdoshlar. Kechagi videoni davomini chiqaramiz. Ya'ni gol tahlili. Bugun sizlarga rezultatini obzor qilib beraman. Kecha nimadan kirmoqchi bo'lganimizni YouTube kanaliga gol tahlil degan videoga chiqargandim. O'shani ko'rib nimalarga e'tibor berishimni bemalol bilsanglar bo'ladi. O'shanga qarab savdo qildik. Bugun rezultati bo'ldi. Bu analizda ko'rsatamiz rezultatini. Hop, biz nima degandik? Birinchi bo'lib o'shani ahamiyat berasiz. Vot men videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, kecha video chiqqan, mana video chiqqan 23 soat oldin etilgan H4FV'ga test berib, narx mana bu Buyside likvidlarni yechishga chiqadi deyilganda, mana H4FV'ga o'shanga narximiz test beryapti. Dalishi mana ikkita bu bilan bu Buyside'larni target qilyapti. Hop, endi aytadigan bo'lsam, qanaqa nima bo'ldi bu yo'lda, nima tasdiqlab olindi, o'shalarni sizlarga bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni tushunmayotganlar bo'lsa, bemalol ko'rib videoni tushunib olasizlar. Qisqa video bo'ladi. Hop, ko'ramiz. Low sweep H4FV'ga test bergan narximiz. Undan keyin M5 dagi mana bu nuqtada M5 da MSS, ya'ni chok modul beryapti. Chok mana bu IFV'ga bu yoqda ko'rib turibsizlarki, mana bu nuqta AMD, mana bu manipulyatsiya, mana bu distribution bo'lishi kerak. Xuddi shu holat yuz beryapti. Narximiz mana shu ko'rasizlar, IFV'dan ketgan stop loss lowga qo'ysak, targetlarimiz bizda mana bu buy side'lar bo'ladi. Mana ikkita buy side bo'ladi. Demak, 4.5 error degani 1.5 error normal holat. Endi asosiy narsa bu yerda nimaga fokus qaratilgan? Hop, men IFV'ga test berdim. Undan keyin ko'ramiz SMT ga qaratilgan. Bu yerda SMT bo'lib, narx SMT dan keyin yaxshigina yurib beryapti. SMT dan keyin men bu FV'ga mana 15 ga olamiz. Ko'rib turibsizlar. SMT, undan keyin обязательно FV'ga test и дальше buy. И ko'ramiz, men bu FV'ga test, mana low sweep bo'lgan, ko'rib turibsizlar. И дальше buy. Hozirgi holatda ham mana shu holati mana FV'ga test qilib turibdi. Endi qaranglar, birinchi SMT, mana bu nuqta ham SMT bo'lgan narximiz. Mana shu nuqta ham bizda SMT bo'lgan. SMT nimaga bo'lgan? H100 ga o'tasizlar. Mana shu nuqtada H100 bor. Mana H100 ga o'tsak, mana bu yerda hop, qaranglar. Bamba low, ya'ni H4FV'ga test qilgan low, ya'ni tillada, ya'ni bu yerda ham tushgan, manipulyatsiya bo'lib tushgan. Bu mana shu low SMT bo'lgan. Tillada bunaqasiga bo'lgan, ya'ni tillada bunaqasiga yecha olmagan. Bu yerda yechgan. Ko'rib turibmiz, mana FV'ga test, ya'ni FV'ga test bergan. Birinchi SMT, ikkinchi SMT mana bu lowda, ya'ni lowda ko'rasizlar. Bitta SMT berib, FV'ga test qilib turib, dalishi uchib ketadi. Ya'ni bu yerdan kirmoqchi bo'lsanglar, mana bu lowga stop loss qo'yib, targetni 1.3 o'lchsak, ham o'zi 1.4.5 yurgan aslida. Hop, xuddi shu holat, ya'ni impulsni ikkita SMT narxi impuls bilan otib beryapti. Ya'ni targetlar buy side, ya'ni targetlarimiz bizda buy side'lar bo'lgan. Ko'ramiz, buy side liquidnesslar bo'lgan. Tillada xuddi shu holatda bunaqasiga bo'lgan. Ya'ni bitta SMT, ikkita SMT dan keyin narx impuls bilan tepagacha otib bergan. FV'ga test qilib beryapti. Bu yerda bizda mana bu nuqtada order flow shakllanib, targetimizgacha olib beryapti. Bitta bu nuqtada emas, polniy mana shu nuqtani o'zi. Endi nima vaziyat ro'y berishi mumkin? Men kutayotgan narsa, ya'ni swing deylik, uzoq muddatda. Men bu nuqta yechildi. Men bu nuqta asosiy buy side mana shu nuqta. Ya'ni narximiz bugun bo'lmasa ham boshqa kun, ya'ni boshqa kunlari shu buy side'gacha ishlashimiz mumkin bo'ladi. Qanaqa bo'ladi endi yog'i? Premium discountga e'tibor beradigan bo'lsak, premium discountda narximiz, men o'zim kutayotgan narsa, agarda buy ishlamoqchi bo'lsam,
narx pastga tushishi kerak. Mana bu diskaunt zonalarga tushgandan keyin dальше yana bayga pozitsiya ushlashimiz mumkin bo'ladi. Hozircha mana shu nuqtada bayga ham scalping qilsa bo'ladi. Mana bu haygacha, ya'ni o'zini hayni yechib qo'yadigan bo'lsa, dальше yana selga yurib berish ehtimoli katta bo'ladi. Bu yoqda ham ko'proq narsa SMT ga bog'liq bo'ladi. Hag USD bilan SMT bo'ladigan bo'lsa, narximiz selga oqish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni premium discount, ya'ni discount zonagacha sel olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda xuddi shu holat hozir Baysat yechgan uchun atkat bergan, atkati ham normalniy bo'lgan, ko'ramiz. Hozircha M1, M3, M5 larda ishlash imkoni bor, lekin katta time frame da ishlash imkoni yo'q. Uzoq muddatda mana shu Baysatni target qilamiz. Xudo xolisa buni ham olsa video qilib chiqarib beraman. Men tushuntirgan narsani tushundinglar degan umiddaman o'rtoqlar. Yana tushunmagan bo'lsanglar kommentariyaga yozib ketsanglar, qanaqa mavzuda dars qilishimni yozib ketsanglar, o'sha mavzuda men chiqarib beraman, tushunmayotgan narsalar bo'yicha. Xo'p o'rtoqlar, bugungi video shu, rezultat topib chiqdim. Ya'ni mana shu analizga qilingan do'postlar xuddi shu holatda tugadi. Hammaga rahmat. Obuna bosib qo'yinglar kanalga, zo'r videolar chiqaramiz, xudo xolisa. Charchamayman.